Elektrik akamizning zonalari kelganmiz. Nuriddin akamlarga Chang'an avtomobili keldi. Mashinamiz zavod bo'lmayapti. Buni hozir sababini topamiz. Yoki akkumulyator, yoki starter, yoki benzin asosdan bo'ladi. Ko'p ehtimol bilan nimadan bo'lyapti aka? Benzin asos. Hozir. Aybi. Benzin asos deb taxmin qilyapmiz. Bundan tashqari boya ko'rsatgan Chang'an T3 avtomobilini apshifkasi ko'rishingiz mumkin. Gubka qilib, ya'ni premium klassdagi mashinalarga qilinadigan shumizolyatsiya 3 ta sloy bo'lyapti. Buni qo'ygandan keyin mashinalarda hech qanaqa taqir-tuqur ovozlar eshitilmaydi. Undan tashqari u mashinaga video registrator ham o'rnatyaptilar. Chang'an Center servisimizda elektrik okamiz hamma eshiklarni bitirib beradilar. Shumizolyatsiya bo'ladimi, elektrika xizmati bo'ladimi, benzin asosmi ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz xudo xolisa ertaga bitadi. Buni alohida post qilamiz, batafsil ma'lumotlar beramiz. Endi sizlarga keyingi bokslarimizda nima ishlayotgani to'g'risida ma'lumot beramiz.